Xalqaro kechirim tashkiloti 22 may kuni Avstraliyadagi ota-onasiga pul sog'anlik sababli tutqun qilingan yana bir Uyg'ur tutquni haqida qo'yib berishni talab qilish harakati boshladi. Bu mazkur tashkilotning yaqinqa bir necha hafta ichida qo'yib berishni talab qilish harakati boshlagan 4-Uyg'ur tutqunidir. Mazkur tashkilotning chaqirig'ida ta'kidlanishicha, bu qitim Uyg'urlar G'uljidagi ayol tutqun Mayra Yaqubni qo'yib berishni talab qilgan. Mayra Yaqub G'uljidagi bir sug'urta shirkatining xodimi bo'lib, 2019-yili 3-oyda tutqun qilingan. Uning tutqun qilinishiga uning 2013-yili Avstraliyadagi ota-onasiga ularning uy setib olishi uchun pul silish sabab bo'lgan. Xalqaro kechirim tashkiloti buning oldida atalmish Şinjan universitetining sobiq mudiri Tashpolat Deyib, atalmish Şinjan Islom institutining o'qituvchisi Eminjon Saydin, Bag'dash Dorining qurg'uvchisi Akbar Asadni qo'yib berishni talab qilish harakati boshlagan edi. Amerika Uyg'ur Akademiyasi qurilganiga 2 yil bo'lgan bugungi kunda Amerika Uyg'ur Akademiyasining nizomnomasiga asosan akademiyaning hay'at a'zolari videolik yig'in o'tkazib, mazkur akademiyaning 2-navbatlik raisini saylab chiqdi. Demokratik va adil usulda elib berilgan saylamda ko'p sonliq ovoz bilan Amerika Yali universitetining o'qituvchisi, tibbiy palla doktori, diabet ya'ni qand kasali va jigarni mayqaplash kasali tadqiqotchisi doktor Abdulaziz Abduqodir apandi Amerika Uyg'ur Akademiyasining 2-navbatlik raisi bo'lib saylandi. Xitoy virusiga taqobil turishdagi iqtidorsizligi sababli tanqidga uchrayotgan Dunyo sog'liqni tashkiloti haqida yana bir hayron qolarlik ish o'tirg'i chiqdi. Xitoy davlat raisi Qanxur Shi Jinpingning ayoli Ping Liyuanning 2011-yildan buyon Dunyo sog'liqni tashkilotining yaxshi niyat elchisi ekanligi o'tirg'i chiqdi. Qiziqarli yeri Dunyo sog'liqni tashkilotining to'rida Ping Liyuanni dunyodagi eng dangliq, eng shafqatli naqshchi, keng qo'llashga erishgan buyuk va parlaq cho'lpon deb tanishtirilgan. Lekin uning Shi Jinpingning ayoli ekanligi tilga ilinmagan. Uningdan boshqa yana Xitoy Markaziy televiziya stansiyasining muxbiri James Chowning Dunyo sog'liqni tashkiloti sijil taraqqiyot va sog'lomlik yaxshi niyat elchisi ekanligi ma'lum. Beijing hukumatining Hong Kong alayida ma'mur rayonidagi hukumatga qarshi guruhlarga qarshi kurashni kuchaytirish uchun yangi bexatarlik qonuni chiqarishga urinishiga qarshi namoyish o'tkazildi. Qora kiyim kiygan yuzlagan namoyishchilar Kosivay qo'ltig'idagi danliq savdo rayoniga jam bo'lib, qonun tashabbusiga inkos qaytardi. Namoyishchilar Hong Kong bilan turish, Hong Kongni qutqizish qatorliq hukumatga qarshi shiorlarni to'ladi. Saqchilar bu rayonda mangmoqchi bo'lgan yuzlagan kishilarga yosh oqqizib bombasi etish bilan to'qinish boshlandi. Xitoyning Hong Kongdagi aloqalash ishxonasining mudiri Lu Xoning Hong Kongdagi hukumatga qarshi guruhlarga qarta hukumatga qarshi mustaqillikni tashabbus qiladigan kuchlar va radikal zo'ravonlikqa qarshi davlat bexatarlik qonunini yo'lga qo'yish kerak deb jakalagan edi. Xabar qilinishicha, Germaniyada hukumat qurgan iqtisodiy muqimlik fondi WSF Germaniya Osiyo shirkati Lufthansa uchun 9 milliard yevro qutqizish planini tasdiqlagan bo'lib, bu shirkat Xitoy virus sababidan qiyin ahvolga tushib qolgan. Egilishicha, bu shirkat 25 yil burun xususiylashgan bo'lib, yordam fondining bir qismiga hukumat Lufthansa Osiyo shirkatining 20% pay chekini setib oladi ekan.